Oldin xavotirda o'tirilardi, hujjati yo'q edi uyimizda. Oylab, yillab qiynalgan paytlarimiz bo'lgan. Hozir kerak bo'lsa, yarim kun vaqt ketmoqda. Mana hozir kadastrni chiqarib olib kelib berishdi. Birinchi bizning mahalladan boshlashdi. Minnatdormiz. Hammasi hal bo'ldi. Xalqimiz xursand. Bunaqa mehribonchilik bu yurtboshimizga millionlab rahmat aytaman. Prezidentimizga rahmat. Yordam beryapti shuncha xalqni o'ylab. Mana endi hujjatlarimiz bor, bemalol yashaymiz. Bolalarimga ham yaxshi. Ertalabdan chaqirib qaror qo'limizga berishdi. Ertalabdan beri xursand edi. Ilohim xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilsin. Bu mening uyimning surati. Bola uchun u yashab turgan makon doim uning shaxsiy uyi bo'lgan, ammo ona mulk egaligini olmagani sababli doim qo'rquv ichida yashaydi. Shu uyda 35 yildan beri yashab, egalik huquqiga ega emas edik. Mana prezidentimiz qarori bilan uy egaligiga ega chiqdik. Xursandmiz. Kadastr hujjatini olish uchun ko'p joylarga murojaat qildik. Uy egaligimiz bor endi. Farzandlarim, nevaralarim shu uyda yashashga huquqlari bor. Bemalol yashaymiz. Mulk huquqi bu so'z ortida necha ming insonning taqdiri, umidlari va ushalmagan orzulari yotadi. Avvallari xalqimiz o'z uyida yashar, lekin bu xonadon qonun bo'yicha unga tegishli emas edi. Uy qurgan, unda farzandlari katta bo'lgan, qishning sovuqlari-yu yozning jaziramasini o'tkazgan, ammo hech qanday hujjat yo'q. Mulk bor edi, lekin egasi yo'q. Odamlar yillab harakat qilardi, hujjat yig'ardi, imzo izlardi, idoradan idoraga yurardi. Ana shu hayot yo'lida uyim degan so'z orzu, mulk, armon. Bugun yangilanish davri. Bu davlatning fuqaroga bo'lgan ishonchi, e'tibori va himoyasini yaqqol ifoda etadigan islohotdir. Endi har bir g'isht, har bir devor qonunning himoyasida. 2024-yil 5-avgust kuni o'z boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni imzolandi. Joriy yilning 29-aprel kuni kadastr tizimidagi rejalar ko'rib chiqilgan taqdimot bilan tanishuv chog'ida ham davlatimiz rahbari 10 milliondan ziyod aholi hayotiga daxldor ushbu masalaga alohida to'xtaldi. Piskent tumani Mo'minobod mahallasida yarim asrdan beri istiqomat qiluvchi Iskandar Tursunov ham hujjatlari yo'qligi uchun yillab ovora bo'lgan. Birgina qonun bilan uning yillar mobaynida qilgan sa'y-harakatlari o'z yechimini topdi. Endi xoladorimni bemalol nevaralarimga hadya qila olaman deya minnatdoru. Bu uyni huquqini olish uchun ancha harakat qilganman. Negaki bu uylarni oldingi davrdagi dokumentlari yo'q bo'lib ketgan ekan. Bu uylar 1956-yillari qurilgan uylar. Shunda endi otalarimiz shu uylarni endi sizdan keyin kimgadir o'tkazaylik desak, endi qariyalarning gapi keyinchalik bo'lar degan gaplar bo'lgan edi. Shu bilan otamizga qarshi gapira olmadik. Mana qaror chiqqandan beri shunga ariza tashuvdik. Arada hech qanaqa vaqt o'tmasdan kadastr xodimlarining o'zlari kelib, uylarni hammasini o'lchashdi. Nima yangi qurilishlar bo'lgan, eski uylar qanday bo'lgan, qurilishlarni hammasini o'zlari xat hujjat qilib, qonun qoidaga muvofiq shu hujjatlarni hammasini tayyorlab berishdi. Siz hech qanaqa ovora bo'lmadingiz? Ovora bo'lganim yo'q. Undan oldinchi? Qayerlarga? Undan oldin men bu kadastr qildirmoqchi bo'lganimda, bu yerda qarori bo'lish kerak. Shularni top keling, viloyat arxivi, boshqa arxivi borga borsam, u qarorlar yo'q dedi. Endi qayerdan ham bo'ladi? 56-yil bu qayerga gap? Qarorlarsiz odamlarga uy-joy berilib ketavergan. Demak, bu uy ota uyingiz. Ota uyimiz. Mendan tashqari yana 5 ta ukam bor. Ularning hammasini o'z rizoligini olib, men uyi kattasiman. Hammasini uyli joyli qilganman. Ota-onamga qarash meni mas'uliyatimga qolgan edi. Prezidentimiz olib borayotgan siyosatlari xalqqa ma'qul kelyapti. Shuni qilib qo'ymasam, ertaga mening nevaralarim bor, boshqasi bor. Uy meniki deb janjal talash bo'lishi mumkin-ku. Endi bemalol o'zim. Endi bemalol men o'zim qaysi birdir nevarammi yoki bo'lmasam kimgadir o'zim qonunlashtirib shunga hadya qilsam, hammasi tinchgina yo'l bilan yaxshi yashab ketishi mumkin-da. O'z boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish yuzasidan Davlat kadastrlari palatasining viloyat boshqarmasi muhandislari tomonidan xatlov ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Xatlovdan o'tkazilgan obyektlar soni 40.607 ta, e'tirof dasturiga kiritilgan obyektlar soni 15.881 tani tashkil etyapti. Shu kunga qadar viloyat bo'yicha 27 nafar fuqaroning uy-joylariga nisbatan egalik huquqlari
e'tirof etildi. Piskent tumani Mo'minobod mahallasida 4 ta fuqaroning mulkka egalik huquqlari topshirildi. Kadastr muhandis vazifasida 25 yildan beri faoliyat yuritdaman. Faoliyatim davomida ko'proq shu tobosdan qolib ketgan joylarni hujjat qilolmay qiynalib yurgan holatlarga ko'p uchraymiz. Shu munosabat bilan mana prezidentimiz tomonidan 2024-yil 937-sonli qonun imzolandi. Bu nafaqat bizga, balkim fuqarolar uchun ham juda ham yengilliklar berildi. Ilgari fuqarolar ariza ko'tarib, hujjat yig'ib, eshikma-eshik yurishardi. Hozir esa yo'q. Biz o'zimiz kadastr muhandislari xonadonlarga borib, o'zimiz xatlov ishlarini olib borib, kerakli hujjatlarni tayyorlab, kimning nomida bo'lsa, fuqarolik pasportini so'rab, ma'lumotlarni to'ldiramiz. Keyin har bitta bino inshooti, yer uchastkalarini, chegaralarini o'lchab, tizimga kirityapmiz. Undan keyin biz mana shu qurilgan yerlariga ahamiyat beryaptik, chunki ertaga soliq solinadi bunga. Keyin qurilish materiallariga e'tibor beramiz alohida. Hozir fuqarolarimiz juda ham xursand. Sababi bu qonunni necha yildan beri kutib yurishgandi. Tumanimizda, bizning mahallamizda mana nechta odamga qaror chiqdi. Bu qonunni ijrosini ta'minlashda Toshkent viloyati kadastr xodimlari prezidentimizning oldida yuzimiz yorug' bo'ladi, xudo xohlasa, chiroyli qilib mana shu qonundan ijrosini ta'minlab oxirigacha xizmat qilamiz. Qonun ijrosi bo'yicha 29 ta mahallamiz reja grafik asosida taqsimlab olingan. Hozirgi kunga kelib 4 ta mahallada jami 2000 ga yaqin xonadonda o'rganishlar olib borildi va bulardan 937-sonli qonun talablariga javob beradigan 870 ta obyekt e'tirof tizimiga o'tkazildi. Hozirgi kunda bu murojaatlarni 720 tasi muhokama jarayonida, 44 tasi adliya bo'limlarida xulosa yig'ilish jarayonida va qolganlari komissiya xulosasini yig'ish jarayonida turibdi. Keyingi reja grafik asosida mo'ljallangan qolgan mahallalarga tezda o'sha xatlovlarni olib borib, iloji boricha shu fuqarolarga egalik qarorlarini yetkazib berishi, jadal davom ettirishi reja qilib turibmiz. Xolajon, shu hujjatni qo'lingizga olgunizcha qanday harakatlar qildingiz? Qancha vaqtingiz ketdi? 3-4 yil harakat qildik kadastr qilishga. Hech ham anaqa ilojini qilolmadik. Keyin hozir rosa yengilliklar chiqadi. Prezidentimiz har xil qarorlar chiqaryaptilar. Foydalaninglar deb rosa yordam berishdi xodimlar. Xursandmiz oilamiz bilan. Ertalabdan chaqirib qaror qo'limizga berishdi. Ertalabdan beri xursandmiz. Ilohim xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilsin. Yonimizda yangi kadastr qurilgan. Shularning yordami bilan mana qo'limizga tegdi qarorimiz. Ko'p ham urinmadik, chiqib xabar olishga ham qiynalmadik yonimizda. Shunga xursandmiz. Mana prezidentimizning qarorlaridan biz ham xursandmiz. Mana shu sa'y-harakatlari hammasi xalqimizni farovon yashashi uchun qilinayotgan harakatlar yengillik yaratib beribdilar bizga. Ha, barchasi aholining farovon yashashini ta'minlash uchun qilinyapti. Kadastr xodimlari xonadonlarga borib, xatlov o'tkazib, kerakli hujjatlarni tayyorlab, har bitta bino inshootining chegaralarini o'lchab, tizimga kiritishadi. Fuqarolar ham uydan chiqmasdan turib, e'tirof.kadastr.uz sayti orqali jarayonni kuzatishlari mumkin. Barcha ma'lumotlar e'tirof tizimi orqali tashkilotlar o'rtasida integratsiya bo'lib boradi. Hamma ma'lumotlar onlayn tarzda olib boriladi. E'tirof tizimiga olib o'tilgan ko'chmas mulklari jarayonini kuzatish uchun e'tirof.kadastr.uz sayti yo'lga qo'yilgan. Buni har bir fuqaro o'zi kirib, kadastr raqamlarini kiritgan holda jarayonni kuzatib borishi mumkin. Bundan tashqari, tizim jarayonida jamoatchilikka e'longa chiqariladi e'tirof tizimida. Shu orqali ham o'ziga tegishli ko'chmas mulk kimning nomiga, qaysi hujjatlar asosida rasmiylashtirilganini kuzatib borsa bo'ladi. Bizda 10 nafar kadastr muhandisi faoliyat olib boriladi. Aynan muhandis shu o'lchov ishlarini olib borish bo'yicha har biriga o'sha respublika reja grafiki asosida, undan tashqari o'zimiz imkoniyatdan kelib chiqib reja grafik tasdiqlab berganmiz. Ya'ni bir kunda 3 nafar xonadonni to'liq elektron tizimga kiritish vazifasi yuklatilgan. Hozirgi kunda bu narsa inspektorlarimiz tomonidan amalga oshirilib kelinyapti. Vaqtliroq bu ishni tezroq amalga oshirish maqsadida ko'proq ishlashga harakat qilamiz. Xalq birlashsa bir kuch bo'ladi deganlardek, bu jarayonlarda nuroniylarimiz, mahalla raislari-yu ko'cha boshlari birdek yelkadosh. Bizning Maylabod mahallamizda 503 ta xonadonimiz bor. Shundan 38 ta xonadon bo'ldi. Kadastr xodimlarimiz bilan ko'cha boshlarimiz
uy boshlarimiz birga yurib, hujjatlarni ko'rib hal qilishyapti. Mana prezidentimiz qarorlari bilan shunchalik kadastr xodimlar uyma yurib, o'zlari shunchalik xalqqa yordam berishadi. Bo'layotgan ishlarga odam g'ururi kelib ketadi-da, xursand bo'lib ketadi-da. Aholi, xalq xursand bo'lsa, siz ham xursandsiz-da. Aholi xursand, shunchalik bo'layotganiga hamma shukr qilyapti. Oldingi paytlarda bunaqa bo'lmasdi-yu. Yugur, necha marta qatnab bir oylab borib ishimiz bitmasdi. Mana hozir o'zlari kelib, shunchalik aholiga yordam berib hal qilishyapti. Barcha xursand, barcha minnatdor. Ularning ko'zlaridan necha ming aholining armoni ariganini ko'radi kishi. Davlatimiz rahbarining maqsadi ham xalqimizning farovonligini ta'minlash edi. Kadastr barcha uchun katta muammo edi. Hujjati yo'q odamni ko'ngli doim g'ash yurardi. Davr taraqqiyoti, xalq farovonligi kundan kunga chiroy ochmoqda. Bunda bizning yo'lboshchimiz, prezidentimizning sa'y harakatlari nihoyatda ulkandir. 2024-yil noyabr oyida kuchga kirdida, qarangki, birinchi marotaba buni eshitgan kimdir tushundi, kimdir tushunmadi. Lekin oxirgi natija shunaqa samarali, chiroyli bo'ldik. Demak, bu kadastr jamoasi u yerdagi ishlayotgan ishchilarning sermazmun, serharakatlari orqali bu narsa sodir etildi. Qanchadan qancha yillar bunga yetish anchagina orzu bo'lib, qiyinchiliklar sodir bo'lar edi. Bu shunchaki bir chiroyli bo'lib sovg'a bo'ldi-da fuqarolarimizga. Biz keksalar nihoyatda xursandmizki, nafaqatgina bitta bu narsa bilan emas, biz keksalarga yaratilayotgan sharoitlar, imkoniyatlar, bizga bo'lgan e'tiborlar bizni shunaqa ruhlantiradiki, sira ham uyda o'tirgimiz kelmaydi-da. Jamoatchilik asosida bo'lsa ham tunu kun ishlashimiz, xalqimizga, demak tumanimizga, viloyatimizga, respublikamizga biz otaxonlar, onaxonlar ham o'z mehnatimiz bilan yordam berishga harakat qilamiz. Har bir qilinayotgan ish shu xalqning farovonligi yo'g'ildi. Mana u kambag'allikdan farovon hayot sari tamoyil asosida ish olib borilgan ekan, o'shani har bitta xonadondagi yashayotgan aholining ertangi kuni bundan ham yaxshi bo'lishi, qozoni bundan ham to'liq qaynashi, bundan ham farzandlari o'qimishlik, yurtni ko'radigan, diyonatli ertangi kunda vatanimizga astoydil xizmat qilayotgan yoshlarni tarbiyalab voyaga yetkazish asosiy maqsadlardan biri deb o'ylayman. Prezidentimizga ming marta rahmat. Mana chiqarilgan qarorlar hammasi bajarilishi mahallamizda ham yaxshi davom etyapti. Oldingi paytda bu eski bir sarg'ayib ketgan bir uy daftar bo'lardi. Hozirgi paytda endi qonunlashtirib, hammasi joyida bo'lsin, bir inson bir bezovta qilmaydigan darajada bo'lib kelingan ekan. Rahmat ming marta. Xotirjam bo'lmasdingizda, hozir bemalol xotirjam qilasizda, bemalol nevarangizga ehson qilib o'tkazib berasizmi, boshqa qilasizmi? Hech qanaqa shart-sharoitlar rosa yengillashdi umuman. Oldingi 100 barobar ortiqcha edi, yugurlar. Hozir unaqa narsa yo'q. Oylab, yillab qiynalgan paytlarimiz bo'lgan. O'zimiz mana hozir 73 ga chiqqan bo'lsam, oylab, yillab. Hozir kerak bo'lsa, yarim kun ham vaqt ketmoqda. Hech qanaqa yaqa-baqa yurmaysiz, boshqa o'zlari harakat qilib berishyapti. Rahmat ming marta. Yengilliklar ko'p. Hozir yaxshi yashaylik deb yurtboshimiz harakat qilyaptilar. Uy-joyni rasmiylashtirish bu faqat hujjat emas, balki insonning shaxsiy daxlsizligi, osuda hayoti va huquqiy himoyasining kafolatidir. Qonuniylashgan mulk egasi o'z mulkidan to'laqonli foydalanadi, uni himoya qiladi, farzandlariga meros qilib qoldiradi. Bu esa kelajakka ishonch va barqarorlik poydevoridir. Bekobod tumani Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inida 567 ta xonadon mavjud bo'lib, 680 oila istiqomat qilib kelmoqda. Ahamiyatlisi bugungi kunda barcha xonadonlar xatlovdan o'tkazilgan. Bizni Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini hududida hozirgi kunda 567 xonadon mavjud bo'lib, 680 oila istiqomat qilib kelmoqda. 1974 ta aholi mavjud. Prezidentimiz tomonidan 937-sonli 5-avgust 2024-yilda imzolangan qonunga binoan kadastr xodimlari tomonidan Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inida hamma xonadonlar to'liq xatlovdan o'tkazildi. Xatlov natijasiga ko'ra hozirgi kunda ikkita fuqaromizga e'tirof etilib, guvohnoma topshirish arafasida turibdi. Aholi bundan juda ham mamnun. Shu paytgacha ularda bir qo'lida bir rasmiy hujjat bo'lmagani sababli mana xatlov qilish natijasida kadastr xodimlari tomonidan to'liq xatlov qilinib bo'ldi. Aholi o'z uyida o'tirgan holatda ularga e'tirof etish huquqi guvohnomalar borib berilmoqda. Bekobod tumanida jami 51 ta mahalla fuqarolar yig'ini bo'lib, shulardan 2024-2025 yil davomida xatlov ishlari olib borilgan 11 ta mahalla kiritilgan. Shulardan hozir bugungi kunda iyun oyi holatiga 5 ta mahalla unda xatlov o'tkazildi.
Shundan 3tasida yakunlangan, 2tasida jarayonda ketyapti. Hozirgi kunda 854 ta xonadon e'tirof dasturiga kiritilgan. Ularga olib borib tashlanganimizda, ularda ko'zlarida quvonchni ko'rib, qilgan mehnatlarimizni samarasini ko'rib, biz ham xursand bo'ldik. Hozir ko'chmas mulk obyektlarini hammasini yalpi xatlovdan o'tkazayotganimizda, to'g'ri, tadbirkorlar tomonidan ham qurilgan imoratlar bor. Faqat imoratga nisbatan egalik huquqi bor, lekin egallab turgan yer maydoniga nisbatan egalik huquqi yo'q edi. Bular ham hozir xatlovda o'tkazilib, e'tirof dasturiga kiritilgan. Bulardan tadbirkorlarimiz juda ham xursand, mamnun. Ertaga e'tirofga yetilib, hujjat olishdan juda ham xursand. Mana hozir o'zlari his qilyapti. Biz ham shundan mamnunmiz. Tabriklaymiz xolajon. Rahmat. Rahmat. Qo'lingizga olibsiz. Xo'sh, mana shu jarayongacha siz qayerlarga bordingiz? Qayerlarga murojaat qildingiz? Shu hokimiyatga tegishli joylarga bordik. Hujjatlarimiz eski yo'qolgani uchun ko'p joylarga borib harakat qildik. Tez bitdimi ishlaringiz? Tez bitdi. Qanchada bitdi? Ha, shu bir oyga bormadi. Ha, 2 marta, 3 marta bordim. Prezidentimizga rahmat, yordam beryapti shuncha xalqni o'ylab. Demak, bu hammasi farovonligi uchun, yaxshi yashash albatta. Mana endi hujjatlarimiz bor, bemalol yashaymiz. Bolalarimga ham yaxshi. Birov kelib bir narsa demaydi. Endi oldindan o'ylardik, endi birov kelib qolsa, "Qani hujjatingiz qani? Bir yuz buzilishi mumkin, bunday degan gap so'z bo'lmaydi. Shunaqa bo'lib qolsa nima qilamiz deb o'ylardik. Endi dokument bor, hech kim hech narsa demaydi. Muqarrarlar, hamma narsa bor, Xudoga shukr. Tasdiqlagan reja grafikka asosan butun mamlakat bo'ylab xonadonlar xatlovdan o'tkazilayotgani ma'lum. Unga ko'ra, Farg'ona viloyatida 2024-yilda 68 ta, 2025-yilda esa 306 ta mahallada mazkur ishlar amalga oshirilishi belgilangan. Mana biz bugundan xursand bo'ldik. 60 yildan beri shu egalik huquqiga ega emasdik. Prezidentimiz tashabbusi bilan yaxshi niyatlarga erishdik. Bugungi kunda egalik huquqi tiklandi. Prezidentimizga ming bora rahmat. Oldin xavotirda o'tirilardi. Hujjati yo'q edi uyimizda. Kadastr xodimlari o'zlari kelib, o'lchashib, hamma dokumentlarni o'zlari qilib ketishdi. Biz hech qayerga borib ovoragarchilik bo'lmadi. Endi bundan bag'i hammamiz tinchlik xotirjamlikda dokumenti borligi, hujjati borligi uchun xursand bo'lib yashaymiz. 2025-yil iyun oyi holatiga ko'ra 31822 dan ziyod obyektlar xatlovdan o'tkazilib, 17661 ta bino e'tirof axborot tizimiga kiritilgan. Hozirda mazkur inshootlar vakolatli idoralar tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Odamlarimizni kadastr muammosi har birini ko'pchilik oilalarning boshidagi oddiy muammo edi. Kadastri yo'q odamni qo'ni doim g'ash yurardi-da. Buni to'g'rilashga borsangiz eski tomarqa ekan, hujjati bormi, qarori bormi? Ana keling, mana keling. Lekin mana shu muammoni yurtboshimizga ming rahmat. Hamma sohadagi islohotlar bo'lib kelayotganda shular qatori kadastrni ham shunaqa izga solib qo'yishdiki, xodimlarni o'zlari kelib uyma-uy chaqirib, o'lchab, shunaqa shirin muomala, benihoyat xursandmiz. Mana hozir mana kadastrni chiqarib olib kelib berishdi. Birinchi bizning mahalladan boshlashdi. Minnatdormiz. Muammomiz yo'q edi. Biz misol uchun 10 sotikka to'layapmiz. Xuddi xayolimizda ko'proq muammo hammasi hal bo'ldi. Xalqimiz xursand. Hamma xursand. Bunaqa mehribonchilik bu yurtboshimizga millionlab rahmat aytaman. Mana shu xonadonga chiqqanimizga mana 35 yildan oshdi. Shu yerda yashab kelyapmiz. Farzandlarimiz bilan shuncha yashab yurgan bo'lsak, haqiqatan ham o'zimizda huquqimiz yo'q edi. Ilgari hayolimizda yo'q narsalar hozir bo'lib qoldi. Xudoga shukr. Imkoniyat berilyaptiki, qaror chiqarilib, o'zimizga o'tishga, egalik huquqini olishga harakat qilyapti. Biz birovga yugurganimiz ham yo'q. Kadastrda odamlar o'zlari kelib o'lchadi. Endi hozir mana shu yerlarda dokumentlarni olsak, bundan ba'd haddiqda yashamaymiz. Bolalarimiz ham qiynalmay yashaydi, farzandlarimiz ham. Prezidentimizga rahmat, shunchalik qilib odamlarimizga sharoit yaratib beryapti, qiynalmaydigan qilib, osongina o'z egalik huquqini olyapti o'ziga. Oldin endi birov bunaqa narsa bermagan, ana ulimnikini qilganman, lekin unga jinda yugurib bo'lgan, qiynalganmiz. O'zimiz endi borib ko'p borganmiz, axabar keldi, ko'p bo'lingan. Xudoga shukr, bunisida unaqa bo'lgan yo'q. Vaqt to'xtamaydi. Bugun biz tanlagan yo'l ortga qaytmas yo'l. Bu adolat yo'li, bu islohotlar yo'li. Bu kelajak sari dadil yurish yo'lidir. Endi bu yo'lda ortga qarash yo'q.